O'quvchilar, mana 3-qismda 2-mavzusiga o'tdik. 2-mavzusida logaritmik tenglamalar ko'riladi. O'sha birinchi guruh nimalariga bu o'quvchilariga, demak, logaritmik tenglama haqida gaplashamiz bugun sizlar bilan. Demak, logaritmik tenglama nima? Noma'lum logaritmik funksiya bilan berilgan tenglamalarga logaritmik tenglamalar deyiladi. Logaritm tushunchasini biz to'liq tushunib oldik bundan oldingi mavzularda. Endi bu nimani endi joylayapmiz. Logaritmik tenglamalar birinchi ko'rinishi qaysi ko'rinishda? Mana misol uchun logaritm a asosiga ko'ra fx teng logaritm a asosiga ko'ra jx ko'rinishda bo'lishi mumkin. Bu ko'rinishdagi logaritmik tenglamalarda logaritmlarda asosi bir xil bo'lganligi uchun, asoslarini bir xilligi uchun tashlab yuborib, fx teng jx ko'rinishidagi tenglamani ishlab ketamiz. Mana shu tenglamaning javobi berilgan logaritmda qiymati bo'ladi, ya'ni javobi bo'ladi. Lekin aniqlanish sohasiga ko'ra birinchi logaritmda argumenti ham 0 dan katta bo'lishi kerak. Ikkinchi logaritmda argumenti ham 0 dan katta bo'lishi kerak. Mana shu tengsizlikni qanoatlantirsa, demak tenglamaning javobi to'g'ri bo'ladi. Ikkinchi ko'rinishi logaritm a asosiga ko'ra misol uchun fx teng qandaydir b soni kelsa, bu fx ni qiymatini topish uchun mana bu yerdagi a sonini b darajaga ko'taramiz. Ya'ni a ning birinchi darajasi. Bu tenglamaning javobini chiqaramizda, aniqlanish sohasiga ko'ra fx ni 0 dan katta qilaman va mana shu tengsizlikni qanoatlantirsa, bu tenglamaning javobi chiqadi. Endi 3-turdagi logaritmik tenglamalar, qanaqa bo'ladi? 3-turdagi logaritmik tenglamalar, misol uchun a darajasi fx teng b ko'rinishidagi tenglamalar. Bunda narigi tomonda ko'rsatishli tenglamaga o'xshab berilganda, mana narigi tomoni bir xil asosga kelmaydi. Ikkala tomoni ham. Buni logaritmlab olish kerak, ikkala tomonni. Noma'lumda asos qaysi asos bo'lsa, qanday son bo'lsa, o'sha asosga ko'ra logaritmlab olamiz. Ya'ni logaritm a asosiga ko'ra a ning fx darajasi teng logaritm a asosiga ko'ra b. Ya'ni tepadagi tenglamada logaritmning asoslari bir xil bo'ldi, tashlab olyapmiz. Xuddi shuni qaytarib logaritmlaganda qol. Nima uchun logaritmlayapmiz? Mana uning darajasi oldiga tushadi. Ya'ni fx bo'lib tushadi, ko'paytirilgan. Logaritm a asosiga ko'ra a bu 1 ga teng. Bunda bu tomoni logaritm a asosiga ko'ra b ligicha qoladi. Demak, mana bu yerdagi fx noma'lumning qiymati logaritm a asosiga ko'ra b bo'lar ekan deb tenglamani davom ettiramiz. Aksariyat logaritmik tenglamalar mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana masalan 1 dan 30 gacha bo'lgan misollarda aytyapti, tenglamani yeching deyapti bizga. Birinchi ko'rinishdagi mana birinchi tenglamamiz 2 ning x teng 5. Bu tenglamani ikkala tomonini bir xil asosga keltirib bo'lmaydi. Shuning uchun logaritmlaymiz. Ya'ni logaritm ikki asosga ko'ra logaritmlaymiz. 2 ning x darajasi teng logaritm 2 asosga ko'ra 5. Hop. Bunda argumenti darajasi oldiga tushadi. X ko'paytirilgan logaritm 2 asosiga ko'ra 2 bu 1 ga teng. Bu tomoni logaritm 2 asosiga ko'ra 5. Demak, javob x teng logaritm 2 asosiga ko'ra 5 ekan. Mana shu birinchi tenglamaning javobi hisoblanadi. Demak, bizda mana ikkinchi tenglama ham, 3-tenglama ham, 4-tenglama, 5-tenglama, 6-tenglamagacha bir xil usulda ishlanadi. Ya'ni ikkala tomonni logaritmlash orqali. 6-tenglamada birinchi ko'rsatib bergan misolimga o'xshaydi bu. Ya'ni x ni qiymatini topish uchun 3 ni birinchi darajaga ko'tarish kerak. Ya'ni 3 ni birinchisi. 3 ni birinchisi 3 ga teng. Demak, bu tenglamaning javobi x teng 3 ekan. Xuddi shuna qilib o'zi aniqlanish sohasini qoidasiga ko'ra olib qo'yishim kerak. Logaritmning qiymati, ya'ni argumentining qiymati 0 dan katta bo'lishi kerak. Biz chiqargan javobimizda ham bu 3 soni 0 dan katta, o'shancha qanoatlantiradi. Mana 7-misol, 8-misol, o'sha 9-misol, hozir 11-misolgacha mana shu tartibda ishlanadi. 11-misolgacha. Endi
Mana 11, 12 dan u yog'i ham xuddi shu tartibda ishlanadi. Mana misol uchun 12-misolda aytyaptiki, logaritm 3 asosiy ko'ra x plus 2 teng 1 tenglamani yechgan. X plus 2 teng 3 ning birinchi darajasi. 3. Bundan x teng 3 dan 2 ni ayirsak 1. Aniqlanish sohasiga ko'ra logaritmni mana bu kallasi 0 dan katta bo'ladi. Bundan x katta minus 2. Berilgan javobimiz minus 2 dan katta. Demak, javobimiz 1. Xuddi shu tartibda 13-misol, 14-misol va 15-misollar ham mana shu tartibda ishlanadi. Bundan keyingi misollar ham, masalan 16. Bu tenglamada ham x kvadrat minusdan 4 ko'paygan x plyusdan 5 ni qiymatini topish uchun asosni birinchi darajaga ko'taraman. 2 ni birinchisi 2. 2 ni chap tomonga olib o'tsam x kvadrat minusdan 4x plyusdan 3 teng 0 ko'rinishiga keladi. V teoremasiga ko'ra bitta qiymat 1, ikkinchi qiymat 3. Endi aniqlanish sohasini olmasdan mana shu sonlarni x o'rniga qo'yib tekshirib ko'rsak ham bo'laveradi yoki aniqlanish sohasini olamiz. Tak. Qo'yib tekshirib ko'ramiz. Misol uchun 1 da o'rniga logaritmni mana tepasiga, kallasiga qo'yib ko'radigan bo'lsak, 1 ni kvadrati 1, x o'rniga 1 dan 4 ni ayirsak, demak minus 3, 5 dan 3 ni ayirsak 2, demak 1 qanotlantiradi. 3 ni qo'yib ko'ramiz. 9 ayrilgan 12. 9 dan 12 ni ayirsak 3, 3 ga 5 ni qo'shsak 9 dan 12 ni ayirsak minus 3, minus 3 plus 5 bu 2 ni beradi. Demak 3 ham qanotlantiradi. Logaritm 2 asosiga ko'ra 2 bu 1 ga teng. Demak javobimiz 1 bilan 3 qanotlantirar ekan. Bundan keyingi 20 gacha bo'lgan misollar ham xuddi shu tartibda ishlanadi. Endi mana 20 gacha bo'lgan misollardan 21-misolni ko'rib chiqsak, 21-misolda ushbu tenglamani yeching. Logaritmik tenglama. Buni ham qanday ishlagan bo'lsak, bundan oldin xuddi shunaqa qilib ishlaymiz. Ya'ni 3x minus 1 taqsim x plus 2 teng 2 ning birinchisi 2 ga teng. Proporsiya qilamiz. 3x minusdan 1 teng 2x plusdan 4. X ni chap tomonga olib o'tamiz, 1 ni o'ng tomonga olib o'tamiz 5. Endi aniqlanish sohasini olamiz. Ya'ni aniqlanish sohasini olmasdan qo'yib tekshirsak ham bo'laveradi. Qo'yib ko'ramiz. Mana misol uchun logaritm 2 asosiga ko'ra x o'rniga 5 ni qo'ysak, surati 14, pasi 7. Ya'ni 2. Logaritm 2 asosiga ko'ra 2 1 ga teng. Demak qanotlantiryapti. To'g'ri javob. 21 dan boshlab 25-misolgacha xuddi mana shu tartibda ishlanadi. 26-misol. Endi hammasini qo'yib tekshirib ko'raveramiz, shunaqa degan savol bo'lishi mumkin. Yo'q. Aniqlanish sohasini olishga erindik, o'shaning uchun qo'yib ketyapmiz. Aniqlanish sohasini albatta olish kerak. Hop, 25-misolgacha mana shu tartibda. 26-misolda ham berilgan ifoda logaritmik tenglama. Logaritmik tenglamani mana bu. Logaritm 3 asosiga ko'ra 9 degani bu 2 ga teng. Plus logaritm 3 asosiga ko'ra x minus 1 teng bo'ladi 2 ning 0-darajasi. 2 ning 0-darajasi 1 ga teng. 2 ni o'ng tomonga olib hisoblasak, logaritm 3 asosiga ko'ra x minus 1 teng minus 1 bo'ladi va x minus 1 da topish uchun 3 ni minus 1-darajaga ko'taramiz. 1 taqsim 3. Bundan x ni qiymati 4 taqsim 3 chiqadi. 4 taqsim 3 ifodani qanotlantiradi. Demak, javob 4 taqsim 3 dir o'zi. Demak, 30-misolgacha bo'lgan misollar mana shu tartibda ishlanadi. O'ttiz birdan 80gacha bo'lgan misollar tenglamani yeching. Endi bu yerda har xil ko'rinishdagi logaritmda har bitta xossasiga tushadigan misollar berilyapti. Masalan, 31-misolda birinchi logaritm. O'ylamaslik kerakki, mana logaritmning o'rtasida ko'paytma bor deb. Yo'q, ko'paytma yo'q bu yerda. Bu yerda mana bu logaritm, bu logaritmning kallasi, ya'ni argument hisoblanadi. Bunda logaritm 3 asosiga ko'ra x ni qiymatini topamiz. 2 ning ikkinchi darajasi kvadrati, ya'ni 4. Bundan x ni qiymati 3 ning 4-chisi 81 chiqadi. Endi aniqlanish sohasini olish shart emas, bu ifoda qanotlantiradi 100%. Demak, javob 81. Xuddi shu tartibda keyingi misollarda ham davom etamiz. Masalan, 35 ga, mana 32 dan 35 gacha o'xshagan misollar bor. Mana 35-misolda
berilgan logaritmni topib olamiz. Logaritm 2 asosiga ko'ra, logaritm 2 asosiga ko'ra, yana logaritm 2 asosiga ko'ra x plus 1. Bunda 2 ning 3 ning 0 darajasi 1 ga teng. Endi mana bu ifoda bu ikkinchi logaritmning kallasi hisoblanadi. Logaritm 2 asosiga ko'ra, logaritm 2 asosiga ko'ra x plusdan 1 teng 2 ning birinchi darajasi 2. Keyingi ifodani qiymatini topaman. Ya'ni logaritm 2 asosiga ko'ra x plus 1 teng 2 ning kvadrati 4. Endi x plus 1 ni o'zi 2 ning 4-chisi, ya'ni 16 ni beradi. Bundan x teng 15 degan javob chiqar ekan. 36-savolga o'tamiz. O'zi avvalambor logaritmik tenglamalarda ishlashda aniqlanish sohasini birinchi olib olish yaxshi, esdan chiqib qolmasligi uchun. Bu misolda ham shuni qilamiz, ya'ni 3x minusdan 1 dan 0 dan katta qilaman. Asosni 0 dan katta qilishim kerak. Asos maxraj ildizni ichida bo'lganligi uchun, ham asosda bo'lganligi uchun va asos 1 ga teng emas. Ildiz ostida x teng emas 1, x teng emas 1. Bundan x katta 1 taqsim 3. Demak, javob 1 taqsim 3 dan katta va 1 ga teng emas son bo'lishi kerak. Endi tenglamani ishlashda davom etamiz. 3x minusdan 1 da qiymatini topish uchun ildiz ostida x ni kvadratga ko'taraman. Bundan ildiz ostida x ning kvadrati x chiqadi. Modulda x chiqarishim kerak, lekin men ildizni ichini 0 dan katta qilib oldim. Shuning uchun modulda chiqarishim shart emas. 2x teng 1 va x teng 1 taqsim 2. 1 taqsim 2 1 taqsim 3 dan katta, 1 ga ham teng emas va 0 dan katta. Demak, 36-misolda javobi 1 taqsim 2 chiqar ekan. Bundan keyingi misollar ham xuddi mana shu tartibda ishlanadi. 37, 38, 39-misol ham boshqacharoq misol ekan, ko'rib ketamiz. Berilgan logaritmik tenglamani oddiy ko'rinishda ishlaymiz. Ya'ni 5x plusdan 5 taqsim 5x minusdan 7 teng logaritmda asosini birinchi darajaga ko'taraman. X plus 2 taqsim x minus 2. X minus 2 ni bu tomonga proporsiya qilib ko'paytiramiz. Bunisini narigi tomonga proporsiya qilib ko'paytiramiz. Ko'paytirsak 5x kvadrat hop minus 10x plus 5x minus 5x minus 10. Endi buni narigi tomonga proporsiya qilib ko'paytirsak 5x kvadrat plus 10x minus 7x plus 3x minus 14. Endi 5x kvadratlarni qisqartirib oladigan bo'lsak, 3x chap tomonga o'tib minusdan 8x bo'ladi. Minus 10 ni o'ng tomonga o'tsak minus 4. Minus 4 ni 8 ga bo'laman. Minus 8 ga x ni qiymati 1 taqsim 2 chiqar ekan. Aniqlanish sohasini olmadik. Endi aniqlanish sohasini olmasdan shu 1 taqsim 2 ni tekshirib ko'ramiz qo'yib. Masalan, asosga qo'ysak 2,5 taqsim minus necha bo'lyapti? Ya'ni asos manfiy son bo'lib qolyapti 1 taqsim 2 ni qo'ysak. O'zi kalla ham menimcha 1 taqsim 2 ni qanoatlantirmayapti. Demak, tenglamani javobi yechimga ega emas. Keyingi misollarda ham mana shu tartibda ishlaymiz. Endi bu yerda 41 dan boshlab logaritmning o'zining xossasiga tushadigan misol berilyapti. Asos testdagi asos bilan logaritmda asosi bir xil bo'lganligi uchun tashlab olib x minus 7 teng 2 deb olaman buni. Bundan x teng 9 chiqadi. 9 ni qo'yib ko'rsam albatta qanoatlantiradi. Demak, javob 9. Xuddi shu tartibda, mana shu tartibda 45 gacha bo'lgan misollar ishlanadi. 46 dan boshlab misollarning ko'rinishi o'zgaryapti. Ko'paytma 0 ga teng bo'lish uchun har biri alohida 0 ga teng bo'lishi kerak yoki kamida bittasi. X minus 3 ni 0 ga tenglaymiz. X teng 3 chiqadi. Keyin logaritm 5 asosiga ko'ra x minus 7 ni 0 ga teng qilamiz. Bunda x minus 7 ni qiymati 5 ning 0 darajasi bo'lib 1 va x teng 8. Demak, javob 3 bilan 8 chiqdi. Lekin 3 ni ola olmayman, chunki x minus 7 aniqlanish sohasiga ko'ra 0 dan katta, ya'ni musbat son bo'lishi kerak. Bundan x katta 7, ya'ni 7 dan katta qiymatda olgin deyapti. Demak, javob x teng 8 da olaman.
xuddi shu tartibda mana 47-misol, 48 tepadagi 49-misollar, 50-misollar ham mana shunaqa tartibda ishlanadi. 51-misoldan boshlab misollar, ya'ni b kvadrat tenglamaga o'xshab ketadi. ln x da birorta a son bilan belgilab olsak, a ni kvadrati minusdan 4 ko'paytirilgan a plyusdan 3 teng 0 ko'rinishida kvadrat tenglama hosil bo'ldi. A ni birinchi qiymati 1 ga teng, A ni ikkinchi qiymati 3 ga teng. Biz nimani A deb belgilaganmiz? ln x da, ln x da 1 ga tenglayman. ln da asosida natural logaritm y bor, y ni birinchisi bo'ladi. Xo'p, keyingisi, demak ln x da 3 ga teng qilaman. Bundan x ni qiymati y ning 3-darajasi chiqadi. Demak, javob bitta qiymati y, bitta qiymati y ning kubi chiqar ekan. Xuddi shu tartibda 52-chi, 53-chi, 54-chi, 55-chi, hop, 56-chi va hokazo mana shu misollarni mana shu tartibda ishlasak bo'ladi. Belgilash kerak. 57-chi, 58-chi misollarda ham xuddi shu tartibda ishlaymiz. Mana masalan 58-misol bor mana bu yerda. Logaritm 2 asosiga ko'ra x da biz o'sha a deb belgilasak, 3 ko'paytirilgan a minus 1 taqsim a plus 1 plus 4a minus 1 4a minus 1 taqsim a minus 5 ko'rinishi keladi. Bu yerda minusdan 2 taqsim 3 ga teng. Endi umumiy mahraj ko'ramiz. Berilgan ifodaga umumiy mahraj mana bu mahrajlarni ko'paytmas. Ya'ni a kvadrat minus 4a minus 5. Minus 5 to'g'ri. Endi birinchi kasrni suratiga a minus 5 ko'rilsa, ikkinchi kasrni suratiga a plus 1 ko'rilar ekan. A minus 5 ni 3a minus 1 ga ko'paytiraman. 3a kvadrat minus 15a minus a minus 16a plus 5. Keyingisini ham ko'paytiramiz. 4a kvadrat plus 4a minus a plus 3a minus 1 teng minus 2 taqsim 3. Suratni ixchamlab olamiz. 7a kvadrat minus 13a 5 dan 1 ayirsak demak 4 taqsim a kvadrat minusdan 4 ko'paytirilgan a minus 5. Bu tomoni minusdan 2 taqsim 3. 3 tepaga proporsiya qilib olsak 21a ning kvadrati minusdan 39 ko'paytirilgan a plyusdan 12 teng. Buni narigi tomonga proporsiya qilsak minusdan 2a ning kvadrati plyusdan 8a plus 10. Hammasini bir tomonga olib o'tamiz. Olib o'tsak 23a kvadrat bo'lar ekan. Hop, minusdan 47a 10 da olib o'tsak plyusdan 2 teng 0 ko'rinishida kvadrat tenglama hosil bo'ldi. Endi 23 ni 2 ga ko'paytirsak 46. 46 bilan minus 47 ga v teoremasidan bitta qiymati 1. Eski usuldan foydalanyapmiz. V dan topishda ikkinchi qiymat 46 bo'ladi. Endi 23 ga ko'paytirganimiz hisobiga uni 23 ga bo'lish kerak qaytarib. 46 ni demak 23 ga bo'lsak 2 chiqadi. Nimani a bilan belgilaganmiz biz? Logaritm 2 asosiga ko'ra x ni 1 taqsim 23 ga tenglayapmiz va x ni qiymati 2 ning 1 taqsim 23-darajasi chiqadi. Ikkinchidan, demak logaritm 2 asosiga ko'ra x ni 2 ga tenglayapmiz. X ni qiymati 2 ning kvadrati demak 4 chiqadi. Javob mana shular. Hop, demak javob mana shu qiymatlar. 62-misolgacha mana shu tartibda ishlasa bo'ladi. Hammasi. 62-misolda tepadagi misollarga o'xshab ketadi bu ham. Aniqlanish sohasini olish shart emas, sababi mana bu 4x plus 28 bu musbat son. Berilgan tenglamani pramo ishlab ketamiz. Ya'ni 4x plyusdan 28 ni qiymatini topish uchun 2 ni mana bu darajaga, ya'ni x plus 4 ga ko'taraman. Va 4x darajasi plyusdan 28 teng. Bu
2 ni x plus 4 darajasini bo'laklab 2 ni x darajasi ko'paytirilgan 2 ning 4-si, ya'ni 16 qilib yozishimiz mumkin. Biz 2 ni x darajasini a deb belgilasak, birinchisi demak a kvadrat, 16 a ni chap tomonga olib o'tib olamiz birolar. Plusdan 28 teng 0 ko'rinishiga keldi. Hop. V teoremasiga ko'ra a ning birinchi qiymati 2 chiqadi. A ning ikkinchi qiymati 14 chiqadi. Biz nimani a degan bo'lsak, o'shani qaytarib olib kelamiz. Ya'ni 2 ning x darajasini birinchi 2 ga tenglasak, x ning qiymati 1 chiqadi. 2 ning x darajasini biz 14 ga tenglasak, endi buni asosini bir xilga keltirib bo'lmaydi, o'shaning uchun logaritmlab boramiz. Chap tomonda logaritmlaymiz. Logaritm 2 asosiga ko'ra 2 ning x darajasi teng logaritm 2 asosiga ko'ra 14. Hop. Logaritmning kallasini darajasini oldiga tushirib olsak, x teng logaritm 2 asosiga ko'ra 14 bo'lar ekan. Demak, tenglamani yechimi 2 ta ekan, bitta qiymati 1, ikkinchi qiymati logaritm 2 asosiga ko'ra 14 chiqar ekan. Hop. Bu yerdagi misollar 65-misolgacha mana shu tartibda ishlanadi. Endi mana 66-misol bor. 66-misolda logaritmning xossasidan foydalanib, asoslari bir xil bo'lganligi uchun va o'rtasi yig'indi ko'paytmaga keltirib x kvadrat plus 2x qilib yozib olamanda, bu tomoni 3ligicha qoladi. 2 ni 3-darajaga ko'taraman. X ning kvadrati plusdan 2 ko'paytirilgan x teng 2 ning 3-darajasi 8 ga teng. X ning kvadrati, demak x ning kvadrati plus 2x minusdan 4 teng 0 ko'rinishiga 8 teng 0 ko'rinishida V teoremasidan bitta qiymat minus 4, x ning ikkinchi qiymati 2. Aniqlanish sohasiga ko'ra logaritmning birinchisini kallasi 0 dan katta, ikkinchisini ham kallasini 0 dan katta qilsak, minus 2 dan katta son. Ikkalasini birlashtirsak 0 dan kattasini olgin deyapti bizga. Demak, minus 4 ni ola olmaymizda, javobga 2 ni olamiz. Javob x teng 2. Xuddi mana shu tartibda 73 gacha mana shu tartibda ishlasak bo'ladi. Bundan keyingi misollar ham bu ko'rinishdagi misollarga o'rinli. Endi mana bu yerda 73-misollar bor. Mana 70 xira ko'rinib qolibdi. Mana to'g'rilab ketamiz buni. Bularda ham mana shunday qilib qarasak, logaritmlar bir xil bo'lsa, asoslari bir xil bo'lsa, mana shu tartibga keltirib ishlasak bo'ladi. Yoki endi bularda argumenti kasr ko'rinishda ekan. Endi biz buni mana bu 1da logaritm 2 asosiga ko'ra x minus 2 taqsim x minus 1 ekan. 2 asosiga ko'ra x minus 2 taqsim x minus 1 ekan. Mana bu 1da logaritm 2 asosiga ko'ra 2 qilib yozaylik. Mana boshqacha usul. Endi sal boshqacharoq nimadan ketyapti yo'lda. Logaritm 2 asosiga ko'ra 3x minusdan 7 taqsim 3x minusdan 1 bu tomon turaveradi. Maqsad mana bu chap tomonni bo'linmaga keltirib, asosni bir xil qilib tashlab olish. Chap tomonni bir xil qilib, demak, bo'linmaga keltirsak, logaritmning xossasiga ko'ra x minus 2 taqsim 2 ko'paytirilgan x minus 1 bo'lib qoladi. Bu tomoni logaritm 2 asosiga ko'ra 3x minusdan 7 taqsim 3x minusdan 1. Demak, logaritmlarni tashlab oldik. Tashlab olgandan keyin 3x minus 1 ni chap tomonga proporsiya qilib ko'paytirsak 3x kvadrat minus x minus 6x minusdan 8x bo'lar ekanda, plusdan 2. Endi 2 ko'paytirilgan x minus 1 ni narigi tomonga proporsiya qilib ko'paytiramiz. 2 ko'paytirilgan 3x kvadrat minus 3x plus 7 minus 3x minus 7x minusdan 10x plus 7 ko'rinishiga keldi. 3x kvadrat minus 8x plus 2 teng 6x kvadrat minusdan 20x plus 14. 6x kvadratdan 3x kvadratni olib ixchamlab qisqartiramiz. 3x kvadrat minus 12x plusdan 12 teng 0 bo'lar ekan. Ikkala tomonni ham 3 ga bo'lib olsak, demak 3 ga bo'lib olsak x kvadrat minus
4x plus 4 teng 0 ko'rinishiga keladi. Bu degani x minusdan 2 ning kvadrati degani. Hop, x teng 2 chiqar ekan. 2 ni qo'yib ko'rishimiz kerak. Demak, 2 ni qo'yib ko'rsak, birinchi logaritmning kallasi 0 dan katta bo'lib qolar ekan. 0 ga teng bo'lib qolar ekan argumenti. Bo'lishi mumkin emas. Demak, 2 ni qabul qilmayapti. 73-misolimizning javobini tekshirib ko'ramiz. Javobi 3 chiqyapti. 73 midi o'zi bu? Demak, nimadadir adashdik. Nimadadir adashdik. Anarki şöyle çıkmapsizda. Nimadadir adashdik. Tozala. Biz adashib ketibmiz. Chap tomonga proporsiya qilganda -8 emas. -6x -x -7x bo'lar ekan. Demak, mana bu yerdan 7x bo'ladi. Endi to'g'rilab ketamiz. -13x bo'ladi. Narigi tomondan mana shu yerda boshqatdan ishlasak bo'lar ekan. Demak, yozib olaylik. X minus 2 ko'paytirilgan 3x minus 1 2x minus 2 ko'paytirilgan 3x minus 7. Adashib ketdim. Endi adashmadim shekilli. Qavslarni ochib chiqamiz. 3x kvadrat minus x minus 6x minus 7x plus 2 teng 6x kvadrat 3x kvadrat minus 14 minus 6 minus 20x plus 14 3x kvadrat 13x plus 12 teng 0. Endi 3 kere 12 36. V terimasiga 36 bilan minus 13 ga x birinchi qiymati 4. X ikkinchi qiymati 9. Endi bularni biz 3 ga bo'lamiz qaytarib. Ikkinchisining qiymati 3 chiqadi. 4 taqsim 3 ni qo'ysak qanoatlantirmaydi ekan. Demak, javob 3 ekan. Uzr, adashib ketdim. Endi bu yerda 74-misol ham xuddi mana shu tartibda ishlasa bo'ladi. 74 ham. 77 gacha bo'lgan bundan keyingi misollarda mana shu tartibda ishlasa bo'ladi. 78-misolda ko'ramiz endi. 78-misolda ham mana ko'pchilik o'quvchilar asosini bunday qaraydi-da, misolga mana asosi bir xil emas u degan nima bo'lib qolishi mumkin. Endi yangi o'rgangan o'quvchilarda. Asosi bir xil qilsa bo'ladi. Mana asosiga e'tibor bersalaring hammasi 3 ga kelish kerak. Bu yerda xira ko'rinyapti. Birinchisining asosi 3, ikkinchisining asosi 9, ikkinchisining asosi 27. Logaritm 3 asosiga ko'ra x plusdan 1 plus keyingisini asosini 3 kvadrat qilib 1 taqsim 2 qilib tushirib olamiz oldiga. Logaritm 3 asosiga ko'ra x plusdan 1. Keyingisini 27 ni, demak 3 ning kubi qilib 1 taqsim 3 qilib tushirib olamizda. Logaritm 3 asosiga ko'ra x plusdan 1 teng 5,5. 5,5 ekan o'zi, 5,5 ekan. Endi bularda hammasi hamma logaritmlar bir xil. Qavsni tashqariga chiqarib qo'shasizmi, shunday qo'shib ketsangiz bo'laveradi. Ya'ni umumiy mahraj 6 bo'lib, 6 ta 9 ta, demak 10 ta. Yo'q. 6 ni umumiy mahraj ko'radigan bo'lsak, 6 ta, 3 ta, 9 ta, 2 ta, 11 ta. 11 ta, 11 taqsim 6 logaritm 3 asosiga ko'ra x plus 1. Hop, 5,5 degani 55 taqsim. Demak, 10 degani. Ikkalasini 5 ga qisqartirib olsak, 11 taqsim 2 qolsa, 11 bilan 11 ni qisqartirib, 6 bilan 2 ni qisqartiramiz. 3, 3 ni o'ng tomonga proporsiya qilamiz. Logaritm 3 asosiga ko'ra x plus 1 teng 3. Bundan x plus 1 teng 3 ning 3-chisi, ya'ni 27 chiqadi.
X qiymati 26. Demak, javob 26 bo'lar ekan. 79 va 80-misol ham mana shu tartibda ishlanadi. 81 dan 100 gacha bo'lgan misollarda berilgan tenglama ko'rsatkichi tenglamaga o'xshaydi. Bu tenglamani ishlash uchun noma'lumda aytganimdek, noma'lumda darajasida qanday logaritm qatnashsa, o'sha asosga ko'ra logaritmlab yuboraman. Masalan, L ga qatnashyapti darajasida. Demak, L ga ilib yuboraman. L ga x minus 1 teng L ga 10 da nechinchisi ekan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 ning 6-chisi ekan. Xo'p, mana buni darajasini oldiga tushirsak, L ga x minus 1 ko'paytirilgan. L ga x teng 6 chiqadi. Bundan ko'paytirib qavsni ochib chiqsak, L ga kvadrat x minus L ga x minus 6 teng 0 ko'rinishga kelib, logaritmga nisbatan kvadrat tenglama hosil bo'ldi. Bundan logaritmning bitta qiymati minus 2, logaritmning ikkinchi qiymati demak 3 chiqar ekan. X ning birinchi qiymati 10 ning minus 2 darajasi, x ning ikkinchi qiymati 10 ning 3 darajasi chiqadi. Ikkovi ham qanoatlantiradi. Hop. Bu yerda 85-chi daji undan keyingi misollar ham mana shu tartibda ishlanadi. 89-misolni ko'rib ketamiz. 89-misolda ham logaritm ildizosida 7 asosga ko'ra ketyaptimi? Demak, logaritm ildizosida 7 asosga ko'ra logaritmlab yuboraman. Modulda x minus 2 ning logaritm ildizosida 7 asosga ko'ra modulda x minus 2 darajasi teng logaritm ildizosida 7 asosga ko'ra 49. Mana bu ifoda logaritmda oldiga tushadigan bo'lsa, logaritm kvadrat ildizosida 7 asosga ko'ra modulda x minus 2 bo'lib qoladi. Endi o'ng tomoni 49 7 ning kvadrati oldiga tushadi. Asosiy darajasi 1 taqsim 2 bo'lib tushadi, teskari bo'lib. Logaritm 7 asosga ko'ra 7 bu 1 ga teng. Buni hisoblasak bu 4 ga teng. Ildizos endi logaritm kvadrat ildizosida 7 asosga ko'ra x minus 2 bu 4 ga teng bo'lsa, bundan ikkita qiymat, ya'ni logaritm ildizosida 7 asosga ko'ra modulda x minus 2 ni o'zi plus minus 2 chiqadi. Bunun birinchi qiymat 2 ga teng deb hisoblasak, logaritm ildizosida 7 asosga ko'ra modulda x minus 2 ikkinchi qiymati minus 2 ga teng. Ildizosida 7 ni kvadratga ko'taradigan bo'lsak, modulda x minus 2 7 chiqar ekan. Hop. Bundan x minus 2 ni o'zi plus minus 7 ga teng. Keyingisi modulda x minus 2 ni topish uchun ildizosida 7 ni minus 2 darajaga ko'tarsak 1 taqsim 7 chiqadi. Bundan x minus 2 plus minus 1 taqsim 7 ga teng. Hop, o'zi nimasi? Tenglamani yeching deyotgan. Demak, tenglamaning birinchi javobi x minus 2 ni 7 ga tenglaganimizda 9, minus 7 ga tenglaganimizda minus 5 chiqar ekan. Endi x minus 2 ni 1 taqsim 7 ga tenglaganimizda 2,7 dan 1, x 4-chi qiymati minus 7 1 taqsim 7 ga tenglaganimizda 13 taqsim 7, ya'ni 1,7 dan 6 degan javob chiqar ekan 89-misol. Hop, demak 90-misol ham mana shu tartibda ishlanadi. To'qson misolga qaraymiz. Berilgan ifodani tenglamani har bitta logaritmda xossasiga ko'ra yig'indiga keltirsak, logaritm 2 asosga ko'ra 4 2 bo'lib, keyingisi logaritm 2 asosga ko'ra x bo'ladi. Keyingisi logaritm 2 asosga ko'ra 8 3. Keyingisi logaritm 2 asosga ko'ra x teng 12. Qavsni ochib chiqamiz. 6 plus 5 da logaritm 2 asosga ko'ra x ixchamlab yozyapman. Keyingisi logaritm kvadrat 2 asosga ko'ra x teng 12. Bir tomonga olib o'tamizda logaritm kvadrat 2 asosga ko'ra x plus 5 da logaritm 2 asosga ko'ra x bunga ham sherik yo'q. 6 dan 12 ayrilsa minus 6 teng 0 ko'rinishiga keladi. Logaritmga nisbatan kvadrat tenglama, bu tenglamani birinchi yechimi
1. Bu logaritmik tenglamani ikkinchi yechimi minus 6 chiqar ekan. Bundan x da birinchi qiymati 2, x da ikkinchi qiymati 1 taqsim 64 degan javob chiqadi. 96-misol. Endi bu sal boshqacharoq misol ekan. Logaritm 9x asosiga ko'ra x teng logaritm x asosiga ko'ra 3. Endi o'ng tomoni qisqaroq logaritm, ya'ni kichkinaroq logaritm bo'lgani uchun chap tomonni ham shunga o'xshatishga harakat qilamiz. Ya'ni o'tish formulasidan logaritm x asosiga ko'ra asos bilan kallani o'rnini almashtiramiz. Ya'ni logaritm x asosiga ko'ra 9x bo'ladi. O'ng tomoni logaritm x asosiga ko'ra 3 ga teng. Endi mahrajni yig'indiga keltirsak, logaritm x asosiga ko'ra 9 degani 2 ko'paytirilgan logaritm x asosiga ko'ra 3 degani plus 1 teng logaritm x asosiga ko'ra 3. Biz logaritm x asosiga ko'ra 3 ni a deb belgilab, 2a plus 1 ni bu tomondagi a ga proporsiya qilib ko'paytiramiz. 1 teng 2a kvadrat plus a ko'rinishi keldi. O'ng tomonga olib o'tsak, 2a kvadrat plus a minus 1 teng 0. Hop. 2 ni minus 1 ga ko'paytirsak minus 2. V teoremasidan a ning birinchi qiymati minus 1 chiqsa, a ning ikkinchi qiymati adashdim. Minus 2 bo'lishi kerak ekan. Minus 2. Ikkinchi qiymati 1. Endi biz qaytarib buni 2 ga bo'lamiz. 2 ga bo'lsak minus 1. 2 ga bo'lsak 1 taqsim 2. Demak biz nimani a deb belgilaganmiz? Logaritm x asosiga ko'ra 3 ni. Buni minus 1 ga tenglasam 3 teng x ni minus 1-darajasi. Bu 1 taqsim x degani. Ya'ni x ni bitta qiymati, demak 1 taqsim 3 chiqadi. Ikkinchidan logaritm x asosiga ko'ra 3 ni 1 taqsim 2 ga tenglasam x ni 1 taqsim 2-darajasi bu 3 ga teng. Ya'ni ildiz ostida x teng 3. Kvadratga ko'tarib yuborsak x teng 9. Birinchi qiymati demak 1 taqsim 3 ekan. Ikkinchi qiymati 1 taqsim 9 chiqar ekan. Demak, barcha shu 100 gacha bo'lgan misollarda shuna qilib soddalashtirib ishlasak bo'lar ekan. Endi 101 dan 110 gacha bo'lgan misollar shu logaritmik tengsizliklar sistemasini yeching. Tak, birinchi tenglamamizdan boshlaymiz 101 dan ishlashni. Asos bir xil bo'lganligi uchun birinchi tenglamamizda logaritm 2 asosiga ko'ra x, y teng 3 bo'ladi. Bundan x, y teng 8 chiqar ekan. Bizda x kvadrat bilan y ni ko'paytmasi 16 ga teng. Ya'ni x kvadrat bilan y ni ko'paytmasini x ko'paytirilgan y teng 16 qilsam, x y o'rniga 8 ni qo'yib 16 ni 8 ga bo'lsak, x teng 2 chiqadi. Bundan y ni qiymati demak 4 chiqadi. Demak javob 2 bilan 4 bo'lar ekan. Xuddi shunga o'xshatib 102 dan boshlab mana shu 106 gacha bo'lgan misollarni mana shu tartibda ishlaymiz. Mana 107-misolni ko'rib ketamiz. 107-misolda ajoyib tenglama ekan. 3 ning x kvadrati minus 2xy. Hop. Mana bu 3 ning 0-darajasi. Asoslar tashlab oladigan bo'lsak, x kvadrati minus 2xy teng 0. Bu o'zimiz tenglamalar sistemasiga o'xshab, o'rniga qo'yish usulidan ishlaymiz bularni. X ni qarsini tashqariga chiqarib olsak, x minus 2y teng 0 bo'ladi. X ni qiymati bunda bitta qiymat 0, bitta qiymat 2y chiqadi. X teng 0 bo'lishi mumkin emas, pastdagi tenglamani qanoatlantirmaydi. Mana x o'rniga 2y ni qo'yishimiz mumkin. Qo'yishdan oldin logaritmlarni ishlab olishimiz kerak. Ya'ni ikkinchi tenglamadagi 2 ni kallaga chiqarib olib, y plusdan 2 ning kvadrati teng
5x minusdan 1 qilib ishlab olaman. Kvadratga ko'taraman. Y kvadrat minusdan 4 ya plyusdan 4x plyusdan 4 teng 4y demoqchi edim. Bu yerda x o'rniga 2y qo'yadigan bo'lsak, 10y minusdan 1 va y kvadrati teng y kvadrati minus 6y plus 5 teng 0 ko'rinishiga keladi. Y bitta qiymati 1, y ikkinchi qiymati 5 chiqadi. Demak, tenglamalar sistemasining javobi. Endi y birinchi 1 da qo'yadigan bo'lsak, x da birinchi qiymati 2, 5 da qo'yadigan bo'lsak, keyingi qiymati x da ikkinchi qiymati 10 chiqadi. Javob 2 u 1, 10 u 5 degan javob chiqar ekan. 110 gacha bo'lgan misollarda mana shu tartibda ishlaymiz. 111 dan 115 gacha bo'lgan misollarda tenglamalar nechta yechimga ega bo'ladi tenglama deb so'ralyapti bizdan. Bunaqangi tenglamalarda hammasini grafik usul bilan ishlanadi. Mana misol uchun 111 da grafikni chizamiz, nechta nuqtada kesishadigan bo'lsa, buni o'rgatganman. O'shancha yechimga ega bo'ladi. Demak, hop. Logaritmni grafikini alohida, narigini grafikini alohida chizamiz. Logaritm 2 asos ko'ra x funksiyaning grafigi. Demak, hop, mana bu yerda 1 bo'lsa, 1 u 0 nuqtadan o'tadi. Endi minus x plus 2 ni grafigi qayerdan o'tadi? X o'rniga 0 ni qo'ysak 2 dan 0 ga tenglasak, bu yog'i ham 2 dan o'tar ekan. Demak, buni grafigi mana bu yerdan o'tyapti. Bitta nuqtada kesishyapti. Demak, tenglama bitta yechimga ega. 116-misolga qaraymiz endi. Tenglamani yeching. Demak, logaritm 9 asos ko'ra ekan birinchi ildizning ichi. Hop, buni 3 ning kvadrati qilib darajasini bir taqsim qilib oldiga tushirsak 2 bilan 3 kvadrati qisqarib ketadi. 1 plus logaritm 3 asosiga ko'ra x qolyapti. Plus ildiz ostida 4 minus. Demak, logaritm 3 asosiga ko'ra x teng 3. Biz logaritm 3 asosiga ko'ra x ni o'sha a deb belgilab, ikkala tomonni kvadratga ko'tarib olmoqchimiz. Kvadratga ko'tarsak 1 plus a plus 2 ildiz ostida 1 plus a ko'paytirilgan 4 minus a bo'lar ekan. Plusdan 4 minus a teng 3 ye 9. A'lar qisqarib ketsin. 2 ildiz ostida 4 minus plus 3a minus a kvadrat chiqdi. Hop, minus a 4a. To'g'ri. 1ga 4 ni qo'shsak 5, 9 dan 5 ni ayirsak yana 4, 4 ni 2 ga bo'lsak 2 va yana kvadratga ko'tarib yuborsak 4 plusdan 3a minusdan a ning kvadrati teng 4 bo'lib qolar ekan. A ning kvadrati minusdan 3a teng 0. Bundan a ning birinchi qiymati qavsdan tashqariga chiqarib yuborsak bu 0. A ning ikkinchi qiymati 3 chiqadi. Biz logaritm mana shu yerda o'zida a ni o'zi sinab olsak ham bo'ladi. Masalan, 0 ni qo'ysak qanoatlantiradimi? Masalan, logaritmni o'rniga 0 ni qo'ysak, birinchi ildizning ichidan 1 chiqadi, ikkinchisidan 2 chiqadi, qanoatlantiradi. 3 ni qo'ysakchi, bu ham qanoatlantirar ekan. Logaritm 2 asosiga ko'ra x'imiz bu 0 ga teng bo'lsa, x qiymati 2 ning 0-si, ya'ni 1 chiqar ekan. Keyingisi, logaritm 2 asosiga ko'ra x ni qiymati 3 ga teng bo'lsa, x teng 2 ning 3-darajasi, ya'ni 8 chiqar ekan. Mana shu tartibda ishlanadi. Bundan keyingi misollarda ham mana shu tartibga keltirib ishlasak bo'ladi. Endi 119-misolda ishlamoqchimiz. 119-misolda birinchi logaritmni yig'indiga keltirib olib, ya'ni 1 plus logaritm 3 asosiga ko'ra x qilib yozsak bo'ladi. Buni hamma biladi. Ko'paytirilgan logaritm 2 asosiga ko'ra x ayrilgan. Keyingisini ham ayirma sifatida logaritm 3 asosiga ko'ra x ning kvadrat kubi
minus deb yozmoqchi bo'lsak, oldidagi minusunga ta'sir qilib plus logaritm 3 asosiga ko'ra iltizosida 3 teng 1 taqsim 2 plyusdan logaritm 2 asosiga ko'ra x. Qavsni ochib chiqaman. Logaritm 2 asosiga ko'ra x plus logaritm 3 asosiga ko'ra x ko'paytirilgan logaritm 2 asosiga ko'ra x minus keyingi logaritmni kallasini oldiga tushirib yuborsak 3 ko'paytirilgan logaritm 3 asosiga ko'ra x qo'shilgan 1 taqsim 2 teng 1 taqsim 2 plyusdan logaritm 2 asosiga ko'ra x ko'rinishi kelar ekan. Ko'rinishdan katta misolga o'xshaydi. Logaritm 2 asosiga ko'ra x da qisqarib ketadi va 1 taqsim 2 lar ham qisqarib ketib, bizda logaritm 3 asosiga ko'ra x ko'paytirilgan logaritm 2 asosiga ko'ra x minus 3 ko'paytirilgan logaritm 3 asosiga ko'ra x teng 0 ko'rinishidagi tenglama hosil bo'ladi. Bizda nima bir xil? Logaritm 3 asosiga ko'ra x bir xil. Qavsdan tashqariga chiqarib yuboraman buni. Logaritm 2 asosiga ko'ra x minusdan 3 teng 0 ko'rinishiga keladi va har birini 0 ga tenglayman. Birinchisini 0 ga tenglasak x qiymati 1 chiqadi. Keyingisini 0 ga tenglasak x qiymati 8 chiqadi. Demak, javob 1 bilan 8. Bundan keyingi shu 120-misolni mana shu tartibda ishlasak bo'ladi. Endi 21, 22 va 23-misollar bor. Biz 124 ni ko'rsak bo'lar ekan. Bu yerda xira ko'rinyapti. 124-misolda berilgan logaritmni kallasiga e'tibor berib qarasak, birinchi logaritmda asosi 3x plus 7 asosiga ko'ra kallasi 3 plus 2x ning kvadrati bo'lar ekan. Yo'q, 2x plus 3 ning kvadrati bo'lar ekan. 2x plus 3 ning kvadrati qilib yozaveraylik. Keyingisi, ya'ni logaritm 2x plus 3 ekan. Keyingisini argumenti ko'paytiruvchilarga ajratadigan bo'lsak, tak. Demak, buni kallasi demak, buniki 2x plus 3 i 3x plus 7 ga keladi. Teng 4. To'g'rimi? Shunda 6x kvadrati 14 da 9 da 21 da. Yo'q. 23 da. 3 ga 7 20 to'ppa to'g'ri ekan. Endi birinchisini darajasini tushirib olamiz oldiga. 2 ko'paytirilgan logaritm 3x plusdan 7 asosiga ko'ra 2x plusdan 3 qo'shilgan. Keyingisini yig'indiga keltiradigan bo'lsak, birinchisi 1 plus logaritm 2x plusdan 3 asosiga ko'ra 3x plusdan 7 teng 4 ko'rinishiga keldi. Mana endi xohlagan bittasini, masalan, mana bu ifodani logaritmda o'sha a deb belgilasak, birinchisi 2 taqsim a bo'ladi. Keyingisi 1 plusdan a teng 4. Ikkala tomonni a ga ko'paytirib olamiz. A ga ko'paytirib oladigan bo'lsam, 2 plusdan a plus a ning kvadrati teng 4a. Bir tomonga o'tsak, a kvadrat plusdan 3 ko'paytirilgan a minusdan 2 teng 0. Yo'q. Minusdan 3 bo'lish kerak ekan. Adashdik. Mana shu ikkalasini ishorasida adashib ketdik. A kvadrat minusdan 3 ko'paytirilgan a plusdan 2 teng 0. A ning birinchi qiymati 1, a ning ikkinchi qiymati 2 chiqadi. Biz
logaritm 2x plus 3 asosiga ko'ra 3x plus 7 ni birinchi a1 ga, ya'ni 2 ga, 1 ga tenglaganimizda 3x plusdan 7 teng 2x plusdan 3 chiqadi. 2x chap tomonga o'tamiz. X qoladi. 7 ni o'ng tomonga o'tamiz. -4. -4 qabul qilmaydi. -4 olmaymiz. Chunki shunda samostoятельно asosiga qo'yib ko'rganimizda ham o'z asos so'zi manfiy bo'lib qoladi. Ikkinchidan 2 ga tenglaganimizda 3x plusdan 7 teng 2x plus 3 ning kvadrati bo'lib 4x kvadrat plus nechi edi endi 12x plus 9 ko'rinishi keladi. Ixchamlasak 4x kvadrat plusdan 9x 12 dan 3 tashsak demak 9x 9 ga 7 tashsak plus 2 teng 0 bo'ldi. X da birinchi qiymati v terimasidan topib qo'ya qolamiz. 4 kere 2 8 bo'lsa 8 bilan 9 ga demak -1 bilan -4 -1 taqsim 4 -1 olinyapti. Hop, -1 da qo'yib ko'rsak qanoatlantirmaydi. -1 taqsim 4 da olamiz javobga. Xuddi shu tartibda keyingi misollarda ham davom ettiramiz. 130-misolga e'tiborimizni qaratamiz. Berilgan tenglamaning haqiqiy ildizlari sonini toping. Ya'ni nechta ildizga ega? Ildiz ostida 3 -2 asoslari bir xil emas, tashlab yuboraman desam. Bu nima degani? Ya'ni ildiz ostida 3 minus ildiz ostida 2 nima degani? Irratsionallikka qaytaradigan bo'lsak buni. Ildiz ostida 3 plus ildiz ostida 2 ko'paytirish kerak-da. Shunga bo'lish kerak. Ildiz ostida 3 plus ildiz ostida 2 ga. Tepasi 1, pasti ildiz ostida 3 plus ildiz ostida 2 bo'lar ekan. Bu degani ildiz ostida 3 plus ildiz ostida 2 ning minus birinchisi degani ekan. Demak, ildiz ostida 3 minus ildiz ostida 2 degani mana bu narsaga teng ekan. Xuddi shu usuldan foydalanib, keyingi logaritmda o'ng tomondagi logaritmda asosini mana shunaqa qilib tashlab yuboramiz. Buni bir xilga keltirib. Logaritm ildiz ostida 3 plus ildiz ostida 2 asosga ko'ra 13 minus x ning kvadrati teng. Demak, mana bu ildiz ostida 3 minus ildiz ostida 2 degani o'sha ildiz ostida 3 plus ildiz ostida 2 ning minus birinchisi bo'lsa, minusni oldiga tushirib, logaritm ildiz ostida 3 minus ildiz ostida 2 asosga ko'ra x kvadrat plus x minusdan 1 qilib, 11 qilib yozib olamanda. Plusligini oldidagi minus 1 ni demak kallani darajasiga chiqarib asoslarni tashlab yuboraman. Tashlab yuboraman. Bu ko'rinish 13 minus x ning kvadrati ko'paytirilgan x ni kvadrati plus x minusdan 11 teng 1 ko'rinishiga keladi. Bu yerda x kvadrat plus x ni biz a debmi t debmi belgilasak 13 minusdan a ko'paytirilgan a minusdan 11 teng 0 ko'rinishiga keladi. Teng 1. Mana shu tenglamani ishlab chiqamiz, a ni qiymatini topib, keyin logaritmga qaytarib tenglab aniqlanish sohasini olib qo'yamiz. Bu tenglamamizning javobidan ko'rsak, demak ikkita yechimga ega chiqar ekan. Demak, bu yerda sig'may qoldi, mana shuni davom ettirib qo'yasizlar. 133-savol. Ushbu tenglamalar sistemasi uchun mana shu sistemasi x1, y1 va hokazo ildizlarga ega bo'lsa, barcha x'larni ko'paytmasini topgin deyapti. Birinchi sistemamizning birinchi tenglamasida logaritmlarning asosi bir xil bo'lganligi uchun logaritm 3 asosiga ko'ra x, y teng deb. Mana bu birda logaritm 3 asosiga ko'ra 3 qilsak, logaritm 3 asosiga ko'ra 6 bo'lib qoladi. Ko'paytmaga kelib. Bundan x, y teng 6 chiqar ekan qiymati. Endi ikkinchi tenglamamizdan x plus y ning qiymatini topish uchun 25 da yarim, ya'ni 1 taqsim 2 darajaga ko'tarsak 5 chiqib qoladi. Endi buni v terimasiga o'xshatib x plus y teng
5. X, Y teng 6 ko'rinishda yozib olsak, X da bitta qiymati 2. Y da qiymati demak necha chiqadi? Bu yerda 3 chiqadi. Keyin bundan endi X da qiymati 3 bo'lib turib, Y da qiymati demak 2 bo'lishi ham mumkin ekan. Adashib ketmadimmi hozir? Adashmabman demak. Barcha x'larni ko'paytmasini so'rayapti bizdan. 2 ko'paytirilgan 3 teng 6 degan javob bor ekan. Demak, javob 6 ekan. Bundan keyingisi endi iqtidorli o'quvchilar uchun keladi. Olimpiada savollariga o'xshagan nostandart masalalar. Bularni jonli darsda ko'rib beraman. Demak, davom ettirib qo'ysak ham bo'lar ekan iqtidorli o'quvchilarda. Endi qolgani shunchaligicha keldik, endi qolgan qolib ketmasin. 135-misolni ko'rmoqchimiz. 134 bilan 135 bir xil. Tenglamani yeching. Berilgan tenglamani chap tomondagi qiymatida o'sha tepadagi logaritm 1 taqsim 7 asosga ko'ra degani 7 ni minus 1 taqsim ikkinchisi. U oldiga minus 2 bo'lib tushadi. Ya'ni 3 ta tepasida minus 2 ning darajasida logaritm 7 asosiga ko'ra 1 taqsim 4 adashib ketdim mana shu yerda. Logaritm 7 asosiga ko'ra logaritm 1 taqsim 4 asosiga ko'ra x taqsim logaritm 7 asosiga ko'ra 3 teng 1 taqsim logaritm 1 taqsim 4 asosiga ko'ra 16 ning kvadrati bo'lar ekan. Mana bu logaritmni o'tish formulasidan foydalanib 3 ta minus 2 darajasining darajasida logaritm 3 asosiga ko'ra logaritm 1 taqsim 4 asosiga ko'ra x ko'rinishida yozib olamizda minus 2 ni tepaga chiqarib olamiz. Chiqarib olsak asosi bir xil. Bir xil bo'lib tashlab yuboramanda logaritmni logaritm 1 taqsim 4 asosiga ko'ra x ning minus 2-si hosil bo'ladi. O'ng tomoni ham logaritm 1 taqsim 4 asosiga ko'ra 16 ni minus 2-si degani. Asoslari bir xil bo'ldi, demak bu yana ham bo'lish uchun x teng 16 bo'lish kerak. Demak javob 16 degan javobni olaman. Endi qolganlarini o'quvchilar o'zlaridan ishlab ko'rasizlar bularni. Chiqmaganlarni yana ko'ramiz.